Salom do'stlar, sizlar bilan men Adil Safarman. Xo'sh do'stlar, bugungi videoroligimizda bizlar bilan Dribbling Soccer 2026 o'yinidagi sizlarga top eng 11 ta foydali bo'ladigan futbolchilarni aytib o'taman. Bu futbolchilarni sizlar olishingiz, ya'ni majburiy emas, endi shart bo'ladigan, ya'ni jamoangizga g'alaba, ya'ni foyda keltiradiganlardan futbolchilarni aytib o'taman. Xo'sh do'stlar, agar bugungi videoda mana shunaqa mavzuni o'tamiz do'stlar. Bu ro'yxatda faqat reytingi baland futbolchilar emas, balki o'yinda haqiqatdan ham foyda beradigan tezligi, driblingi, zarbalari, paslari yoki himoyadagi harakatlari bilan ajralib turadigan futbolchilar bor. Agar siz Dribbling 26 o'ynasangiz, videoni oxirigacha ko'ring, chunki top 3 juda qiziq bo'ladi. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Agar videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying va bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizning nomi Dribbling Arena 2026. Bu shu Telegramdan izlasangiz chiqadi. Bu kanalda har hafta konkurslar bo'lib o'tadi va dili saqir yangiliklarni bemalol bilib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Agar sizga vartalistlar keladigan bo'lsa, vartalistlar juda ham kerak bo'ladigan bo'lsa, Thibaut Courtoisni olishni maslahat beraman do'stlar. Chunki agar sizga shu darvozabon juda ham muhim bo'ladi shu o'yin davomida. Uning asosiy kuchi Thibaut Courtoisni darvozadagi seyflar va muhim vaziyatlarda jamoani qutqarib qolishi, raqib hujumchisi bilan yakkama-yakka vaziyatlarda undan ham yaxshi foydalanish mumkin. Shuning uchun Courtois bizning ro'yxatimizda 11-o'rinni egallaydi. Bizda varatadan to hujumgacha 11 ta sanab aytib o'tamiz. Bunisi Thibaut Courtois ham sizga katta foyda keltirishi mumkin. Chunki uning chap oyog'i zarbasi juda kuchli emas, o'rtachada va uni bo'yi ham 2 metr bo'ladi. Shuning uchun sizga Thibaut Courtoisni olishni maslahat beraman. 10-o'rinda hamma bilgan RBdagi Achraf Hakimi do'stlar. Agar sizga tezkor va hujumga yaxshi qo'shiladigan himoyachi kerak bo'lsa, Hakimi juda yaxshi variant. Uning asosiy kuchi tezligi va qanot bo'ylab harakatlanishi. Hozir menda tezligi 100, lekin buni kuchaytirilmagan holatda 85 holatida tezligi adashmasam 91mi, 94mida shunday edi yoki 93. Himoyadan hujumga tez chiqib, hujumchilarga yordam berishi Hakimiga juda foydali. Ayniqsa qarshi hujumlarda undan yaxshi foydalanishi mumkin. Shuning uchun Hakimi bizning top 10 ro'yxatimizni ochib beradi. Bu Hakimi 10-o'rinni egalladi. Xo'sh, 9-o'rinda Gabriel do'stlar. Gabriel aslida 85lik, DLSda hozir eng yuqori himoyachilardan biri. Van Dijk emas, Virgil van Dijk 84lik. Gabriel aytadigan bo'lsak, uning yaxshi xususiyatlaridan biri Gabriel kuchli va ishonchli himoyachilardan biri. Uning eng yaxshi tomonlaridan biri himoyadagi jismoniy kurashlarda yaxshi o'ynashi. Va agar siz raqib hujumchilarini to'xtatishda qiynalayotgan bo'lsangiz, Gabriel sizga yordam berishi mumkin. Himoyada ishonchli futbolchi bo'lgani uchun men uni 9-o'ringa qo'yaman. Uni tacklingi, to'pni olib qo'yishi ham yaxshi va uni staminasi va stresi juda ham kuchli. Ko'rib turganingizdek, uni bilib olishingiz mumkin. Ya'ni Gabriel hozir menda 87 reytingida, lekin uni kuchaymagan holati ham juda yaxshi holatda. Endi 8-o'ringa o'tadigan bo'lsak, bu hamma bilgan Jude Bellingham. Jude Bellinghamning eng katta afzalligi markazda juda ko'p ish bajarishi va o'zi yarim himoyachilar juda ham ko'p yuguradi va u hujumga qo'shiladi, pas beradi, to'pni olib yuradi va kerak bo'lsa himoyaga ham yordam beradi. Bu Jude Bellingham do'stlar. Yana uning xususiyatlari, ya'ni u faqat bitta vazifani bajaradigan futbolchi emas, DLSda universal yarim himoyachilardan biri va juda foydali. Shuning uchun Bellingham bemalol top 10 ga kiradi va bu yerdan 8-o'rinni egalladi. Mana buni bu tarafga o'zgartirib qo'yamiz. Va bu yerda 7-o'rin hamma biladigan Real Madridning asosiy sardori va yuragi Federico Valverde do'stlar. Valverde markazda juda ko'p foyda beradigan futbolchi. Uning asosiy ustunligi tezligi, stamina va maydonning katta qismini yopib bera olishida hujumga ham qo'shiladi, himoyaga ham qaytadi. DLSda bunday universal himoyachilar juda qimmatli. Shuning uchun Valverde bizning ro'yxatdan 7-o'rin oldi. O'zining afsonaviy tezligi va eng kuchli xususiyatlaridan biri uning kuchli zarbasi bo'ladi do'stlar. Shuning uchun Valverde 7-o'rinni oldi. Va 6-o'rinda Kvaratskhelia, PSJning
chap qanot eng kuchli chap qanot vingerlardan biri va Oltin to'pga asosiy da'vogarlardan biri bo'lmoqda. Bu ham Oltin to'p ro'yxatida ham bor. Kvaratskhelia Delisida hujumkor futbolni yaxshi ko'radigan bo'lganlar uchun juda yaxshi variant. Uning asosiy kuchi driblingi va qanotdagi harakatlari. Ayniqsa raqib himoyachisini aldab o'tib ichkariga kirish va vaziyat yaratishda juda foydali. Agar siz texnik va tezkor futbolni yoqtirsangiz, Kvaratskhelia sizga juda ham mos keladi. Lekin hali top 5 futbolchilarimiz ham bor. Bu Kvara qisqa qilib aytsak, Kvara top 6-o'rinni oldi. 6-o'rinni oldi va endi top 5 ga kelamiz. 5-o'rinda Lamin Yamal juda texnik va hujumda xavfli futbolchi. Uning asosiy quroli dribling va tezkor harakati va uni qanotdan yugurib chiqib raqib himoyasini yorib kirish uchun juda qulay. Agar siz dilasa tezlik va texnikaga asoslangan futbolni tanlasangiz, o'ynasangiz, Yamal sizga juda katta yordam beradi. Uning aylantirib zarba berishi va uning tezkor driblingi futbolda juda ko'p katta texnikaga olib keladi va siz buni Yamalni biz top 5 ga qo'yamiz va 5-o'rinda oladi do'stlar. Ming bor uzr so'rayman do'stlar, o'yinni video shu yerda pauza bo'lib qoldi va Lamin Yamal top 5lardan 5-o'rinni egalladi va 4-o'ringa keladigan bo'lsak, bu Viking desak ham bo'ladi. Bu Erling Haaland do'stlar. Haaland dalasida o'ynaydiganlarning deyarli hammasi biladi. Uning asosiy kuchi gol urish va gol urish qobiliyati va bo'sh joyga chiqib ketishi va himoyachilar bilan kurashishda va vaziyatlarni golga aylantirish bilan juda xavfli. Agar siz markaziy hujumchilardan foydalanib ko'proq gol urishni xohlasangiz, Haaland juda yaxshi variant. Lekin men uni 1-o'ringa emas, 4-o'ringa qo'ydim, chunki oldinda yana 3 ta eng kuchli nomlar bor do'stlar. Va top 3-o'ringa keladigan bo'lsak, bu hamma biladigan PSJda o'ynaydi u ham. Ya'ni 2005-yilning oltin to'p sohibi Usmon Dembele do'stlar. Dembele Delisda tezkor hujum uchun juda xavfli futbolchi. Uning eng katta kuchi tezligi va driblingi, qanotdan yugurib chiqib raqib himoyasini yorib kirish va vaziyatlar yaratishda juda katta foyda ko'rsatadi. PSG komandasiga ayniqsa qarshi hujumlardan unda juda yaxshi foydalanish mumkin. Shuning uchun Dembele top 3 da, ya'ni u 3-o'rinda do'stlar. 2-o'rin sizni hammangizni qiziqtiradi. Bu Real Madridda eng kuchli chap qanot vingerlardan biri bu Vinicius Junior do'stlar. Vini Junior Delisdagi eng xavfli tezkor futbolchilardan biri. Uning asosiy kuchi tezlik va dribling. Qanotdan yugurib chiqib raqib himoyachilarini ortda qoldirish va vaziyat yaratish uchun juda qulay futbolchi. Agar siz qarshi hujum o'yinini juda ham yoqtirsangiz do'stlar, Vini Junior sizning hujumingizni juda kuchaytirishi mumkin. Lekin hali oldinda 1-o'rin bor do'stlar. Vini Juniorning eng yaxshi xususiyatlaridan biri uning zarbasi va aldab driblingi va uning tezligi do'stlar. Va nihoyat 1-o'ringa ham keldik do'stlar. 1-o'rin sizni lol qoldirishi mumkin. Bu Kylian Mbappe do'stlar. Nimaga Mbappe do'stlar? Chunki Mbappe hujumda juda ko'p vaziyatlarda foyda beradi. Tezlik, dribling, zarba va hujumdagi harakatlar, bularning barchasi uning uchun juda xavfli futbolchiga aylantiradi. Bo'sh joyga chiqib ketishi, himoyachilarni ortda qoldirishi va vaziyatni golga aylantirish bilan juda kuchli. Ayniqsa qarshi hujumlarda Mbappe juda xavfli. Shuning uchun men uni ushbu ro'yxatdan 1-o'ringa qo'ydim do'stlar. Xo'sh, endi xullas do'stlar, yakuni mening Dilis 26dagi eng foydali 11 ta futbolchi. 11-o'rin Thibaut Courtois. Men aytib o'taman hammasini. 10-o'rin Thibaut Courtois, 10-o'rin Hakimi, 9-o'rin Gabriel, 8-o'rin Bellingham, 7-o'rin Valverde, 6-o'rin Kvaratskhelia, 5-o'rin Lamin Yamal, 4-o'rin Erling Haaland, 3-o'rin Dembele, 2-o'rin Vinicius Junior. Do'stlar, 1-o'rin bu Kylian Mbappe. Lekin bu mening reytingim, sizningcha kim 1-o'rinda bo'lishi kerak edi? Buni kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda Dilis 26 bo'yicha zo'r va foydali kontent qilamiz. Va do'stlar, videolarimiz mana shu yerda iborat edi. Keyingi videoni kutib qoling va 1-o'rin aynan Kylian Mbappe bo'lishi kerak edi. Menimcha buni hamma tan olishi kerak. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha hammangizga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.